O'tkaz foydasi yo'q baribir. Na bir layk bosasan, na bir druziga tashlab qo'yasan. Hech bo'lmasa bitta komment yozib ketinglar. Bizning ham videolar salrikka chiqsin. Hech narsa bo'lmaydi. Va biron joylar kamayib qoladimi? Kamayib qolsa aytinglar, shart emas agar. Bir dona layk yoki bir dona komment, bir dona shunday plus tugmachasini bosib qo'ysangizlar. To'xtab bilan uchrashmasa ham odam bilan uchrashadi bir kun. O'sha vaqtida bizning ham pateshkamiz tegib qolar. Shunaqa gaplarda hali ham qarab o'tirsanmi? Layk bosmay, druziga tashlamay. Mayli, tashlab o'tirma bo'ldi. Foydasi yo'q ekan senga gapirgan.